Jizzax viloyatida azaldan dehqonchilik va bog'dorchilikka alohida e'tibor qaratilib kelinadi. Bugungi kunda ushbu sohani yanada rivojlantirish, bo'sh va lalmi yer maydonlaridan samarali foydalanishni tashkil etish maqsadida yirik investitsion loyihalar hayotga tatbiq etilmoqda. BMB Holding korxonasi tomonidan in vitro usulida yetishtirilgan Baterman navli gilos ko'chatlarini G'allaorol tumanidagi BMB Gardens korxonasidagi ochiq maydonlarga ekish tadbiri bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Azizlar, ayni paytda biz G'allaorol tumani Qiyot massivi, ya'ni Chayonli qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli dala yer maydonidamiz. Bu yer 115 gektar maydonni egallaydi. Ko'rib turganingizdek, bu yerga gilos ko'chatlari ekilmoqda. Sababi ma'lumki, Jizzax viloyatiga prezidentimizning 2025-yil tashrifi chog'ida tumanlardagi bo'sh qolgan yer maydonlarini zamonaviy intensiv bog'larga aylantirish kerakligini alohida ta'kidlab o'tgandilar. Shu asnoda BMW Holding kompaniyasi tomonidan G'allaorol tumanidagi Qiyot massivi, ya'ni Chayonli qishloq fuqarolar yig'inidagi bo'sh qolgan 150 gektar yer maydonining 115 gektar yer maydoniga Niderlandiya, Polshadan keltirilgan mana shunday gilos ko'chatlari ekilmoqda. Bugungi lavhamizni tomosha qilishda davom etsangiz, albatta sizlarga kerakli ma'lumotlarni yetkazamiz. Xususan, BMW Holding tomonidan viloyatdagi foydalanilmay kelayotgan lalmi yerlar o'zlashtirilib, zamonaviy bog'dorchilik maydonlariga aylantirilmoqda. Jumladan, G'allaorol tumani Ko'kbuloq massivi Chayonli qishloq fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 150 gektar yer maydoniga gilos ko'chatlari keltirilib, bog' barpo etish ishlari boshlab yuborildi. Ayni paytda mazkur hududda ish jarayonlari qizg'in davom etmoqda. Loyiha start olganiga endigina bir necha kun bo'lganiga qaramay, bugun bu yerga G'allaorol tumani hokimi, ommaviy axborot vositalari vakillari, qishloq xo'jaligi va bog'dorchilik sohasi mutaxassislari tashrif buyurib, amalga oshirilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishdilar. Tanishuv jarayonida Chayonli qishloq oqsoqollari tomonidan Qur'on tilovat qilinib, yerga qadalayotgan nihollarning barakali bo'lishi, xalqimiz dasturxoniga mo'l hosil yetib borishini so'rab duolar qilishdi. Shundan so'ng yaxshi niyatlar bilan ko'chat ekish jarayonlarini davom ettirishdi. Ma'lumot o'rnida ta'kidlash joizki, loyiha doirasida 115 gektar maydonga Niderlandiya va Polsha davlatlaridan 50 ming dona, Samarqanddagi Sharq sanoati korxonasi laboratoriyalarida in vitro usulida ko'paytirilgan Baterman navli gilos ko'chatlari ekilmoqda. Umumiy hisobda bir necha kun bo'lganiga qaramay, 700 ming dona ko'chatlar yerga qadaldi. Bu esa kelgusida yuqori hosildorlikka erishish imkonini beradi. Hozirgi kunda biz BMW Gardens plantatsiyasida turibmiz. Bu plantatsiya oldingi holatdagi to'xtaladigan bo'lsak, bu lalimkor to'proq yerli joylar bo'lgan. Asosiy qishloq xo'jaligi ekindan foydalanishdan chiqqan yer hisoblangan. Bu bugungi kunda BMW Holding tomonidan korxonasi tomonidan to'liq qamrab olingan. Hozirgi boshlang'ich qismida yer maydonimiz 150 gektarni tashkil qilsa, keyinchalik 1000 gektarga albatta bu yetkaziladi. Bugungi kunda plantatsiyamizda Bateris navi ekilmoqda. Bu navlarimiz aynan bu cherishni giloslarimiz nima uchun bu qayta ishlash bob bo'lgan navlar hisoblanadi. Bularning ustida albatta biz o'rganilganmiz. Bugungi kunda ekilayotgan ko'chatlarimiz to'liq in vitro usulda ekiladi. In vitro usuldan chiqib kelgan ko'chatlar ekiladi. In vitro nimasi bilan afzalligidan egaki, biz bilamizki, ko'chatlarda kasallik bo'lishi mumkin, zarar boshqa bo'lishi mumkin, virusli kasallikka chalinuvchi ham bo'lishi mumkin. In vitroda tayyorlangan ko'chatlarimiz tabiatga, ertangi kunda tashqi omillarga chidamligi bilan, yuqoriligi bilan o'zini o'rniga ega. Loyihani samarali amalga oshirish maqsadida hududda zamonaviy infratuzilma ham barpo etilgan. Xususan, tomchilatib sug'orish tizimi joriy etilgan. 3 ta yangi artizan qudug'i qazilgan. 12 ming kub metr sig'imga ega suv hovuzi qurilgan. Bundan tashqari 5 kilometr yangi elektr tarmoqlari tortilib, 250 kilovatga ega transformatorlar o'rnatilgan. Shuningdek, loyiha doirasida ishchi xizmatchilar uchun barcha zarur sharoitlar yaratilmoqda. Bu esa nafaqat qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirish, balki aholi bandligini ta'minlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda oladigan bo'lsak, bu ekayotgan giloslarimiz yon tomonga o'sadi, ildizlari popuk ildiz hisoblanadi. Aslida bizning eski giloslarimiz esa o'q ildiz hisoblanadi. Bu popuk ildizda hisoblangani uchun aynan plantatsiyalarimiz hammasi zamonaviy sug'orish usuliga qo'yilgan, ya'ni tomchilatib sug'orish. Tomchilatib sug'orish orqali har bitta qo'yiladigan dalaga ko'chatlarni ildiziga tomchilatib suv bilan birgalikda bio oziqalar ishlatiladi. Albatta bu plantatsiyamizda yetishtirilayotgan mahsulotimiz to'liq ekologik mahsulot hisoblanadi. Chunki bu tashqi bozorni hisobga olgan holatda ekib kelinmoqda. Tashqi bozorga nimasi bilan ustunlikka ega bo'lganiga ham ana shunda bu aynan G'allaorol tuproqlarida shu gilos yetishgan paytda hosildorligi, sifat darajasi yuqoriligi bizda olimlar tomonidan ishlangan. Ertangi kunda bu gektar plantatsiyalarning kengayib, yaxshi hosillarni olib eksport qilish maqsad qilib olingan.
Loyihaning umumiy qiymati 350 milliard so'mni tashkil etadi. Shundan 26,2 milliard so'mlik ishlar bevosita holding mablag'lari hisobidan amalga oshirilayotgan bo'lsa, qolgan qismi xorijiy va mahalliy investitsiyalar asosida moliyalashtirilmoqda. Mazkur loyiha BMW Holdingning agrar yo'nalishdagi strategik dasturlardan biri hisoblanadi. Uning to'liq ishga tushirilishi hudud iqtisodiyotini rivojlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish, eksport salohiyatini oshirish hamda zamonaviy agrotexnologiyalarni keng joriy etishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.